Assalomu alaykum, meni eshitib turgan, kuzatib turgan aziz yurtdoshlar. Men hozir ushbu video murojaatni 2060-yildan turib sizlarga uzatmoqdaman. Iltimos, meni so'zlarimni jiddiy va diqqat bilan qabul qilib eshiting. Agar mana shu ketish bo'ladigan bo'lsa, 2060-yilgacha ko'p narsani yo'qotishingiz mumkin. Xullas, sizlarda, ya'ni 2026-yilda boshlangan ushbu pandemiyani hali hech kim tushunib yetganicha yo'q. Ushbu kasallik keng tarqalib bormoqda. Hozir 2060-yil. Ushbu kasallikdan aziyat chekayotganlar soni juda ham ko'p. Iltimos, pandemiyaga qarshi kurashing. Qanday kasallik haqida gap ketayotganini tushundingiz. Nomussizlik kasali. Nimadir bo'ldi. Xo'p, nomussizlik kasali. 2026-yilda sizlar bosh urgan, sizlar qo'l urgan ushbu piva festivali va boshqa turlicha noma'qul ishlar bilan chiqib kelayotgan vaynerlar, hayosiz qizlar va ularni jimgina kuzatib, hech narsa bo'lmagandek qarab turgan erkaklar barchasi nomussizlik kasaliga duch kelgan. Agar ushbu kasallikka qarshi kurashmasangiz, 2060-yilga kelib kech bo'lishi mumkin va atrofingizda hech kim qolmaydi. Ko'chada bemalol yura olmaysiz. Hattoki qo'pol bo'lsa ham aytaman, jinsiy aloqalarni ham ko'chada qilib ketishyapti. Bundan qochib qutulishning yagona yo'li hech kim yo'q joyga ketish. Men bu yerga kelib shu narsani tushundimki, 2026-yilda bunga qarshi kurashmaganimiz sabab bo'ladi. Agar bugun kurashmasangiz, keyin kech bo'lishi mumkin. Bas qiling. Piva festivallariga bormang, qatnashmang. Iltimos, g'arbliklarga havas qilmang. Sharqni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Kurashing. Kurashdan to'xtamang. 2060-yilga qadar buni o'zgartirishingiz mumkin. Behayo videolar olayotgan ayrim qizlarning videolariga like bosishni to'xtating, ularni qo'llab-quvvatlashni to'xtating, ularni repost qilishni, uzatishni, barchasini to'xtating. Va eng muhimi, farzandlaringizni qo'liga hech qachon telefon tutkazmang. Chunki farzandlaringiz o'z smartfonlari orqali nimalarni tomosha qilayotganini siz yaxshi bilmaysiz. Har doim uni nazorat qila olmaysiz. Shu sababdan nomussizlik kasali avj olib ketaveradi. Qizlaringizni kechirasiz. Qizlarimizni kiyinishiga e'tiborli bo'laylik. Iltimos, yurish-turishini, tarbiyasini, xulqini doimo nazorat qilib turing. Aks holda ko'chadagi och bo'rilarga tayyor ozuqa, yemish bo'lib qolishi mumkin. Nafslarni, hirslarni qondiruvchi bir vositaga aylantirib qo'ymang o'z farzandlaringizni. 2060-yil bu juda ham dahshatli bo'lib qolmasligi uchun aynan o'sha ishlarni hoziroq qilishimiz kerak, o'rtoqlar. Qayerga qarab ketayapmiz? Yo'q, men faqat sizni, faqat o'zimni ayblamoqchi emasman. Hammamiz. Nimaga birgalikda kurashmaymiz? Nimaga? Albatta 2060-yilga kelib mana shunday jarayonlar bo'lishini kuzatib borishimiz shartmi? Voy, vahima qilma, nimalar deyapsan? Unday bo'lmaydi, bu oddiy holat. Yo'q, bu oddiy holat emas. Oddiy holatga aylantirib qo'ydik. Iltimos, qo'shtirnoq ichidagi blogerlarni, vaynerlarni, videolarni kuzatishni bas qiling. Shunchaki blok qiling. Ular qayta chiqmasin. Hozirgi ayrim vaynerlarni videolarini ko'ryapmiz.
yumor deb o'z jinsini o'zgartirgan insonlarni ham targ'ib qilishyapti. Vaholanki bundan 10 yillar oldin Dilshod ismli yigit o'z jinsini o'zgartirganligi uchun Toshkent ko'chalarida kim ko'rsa urar edi, kaltaklanar edi, uni sharmanda qilgan videolari keng ommaga tarqatib yuborilar edi. Ya'ni odamlar mana shu holga tushib qolmasligi uchun, o'z jinsini o'zgartirishga qaror qilmasligi uchun. Qarang, u paytda ham hamiyat kuchli bo'lgan ekan. Nahotki hozir yo'q? Iltimos, vaynerlar, odamlarni diydasini qotirmang. Hazil bu deb xohlagan narsangizni, xohlagan kontentingizni olib chiqavermang. Xalq aynan behayolik uchun kurashish kerak. Behayolikka qarshi kurashish kerak. Behayolik deganda aynan ayollar nazarda tutilayotgani yo'q. Erkaklarda ham or, nomus, hayo bo'lishi shart. Ayollarni bilamiz, emotsiyaga boy bo'ladi, hissiyotlar bilan ish qiladi, hissiyotlar bilan o'zaro munosabatlarga kirishadi. Ana o'sha vaqtda erkak kishi o'zini qo'lga olib, mana bu fahm farosatini ishlatib, ayollarga bo'lgan munosabatini tiklashi kerak. Ya'ni to'g'irlashi kerak, qarashlarini to'g'irlashi kerak. Xullas, gapirdim. 2060-yilda emas, men 2026-yildaman. Qo'limdan kelgancha har bala dedim. Faqat nomussizlik kasaliga duch kelib qolmang. Hammaga rahmat. 2060-yildan sizlar bilan Yorqinjon.